5-aprel 2025-yil. Ro'paramizda Amerikanka gigant uzumi. Bu ko'chatimizni o'tgan yili stakanchadagi niholcha shaklda olib, may oyida ekkanman. Shundan mana ikkita navda chiqarib, bahorda obreska qilib, mana bugungi kunga holati, mana har bitta chiqargan kurtagida mana hosili bor. O'ta ser hosil. Amerikanka gigant. Mana bu shoxidagi. Mana o'ta ser hosil. Ko'rsating, mana bu yoqda har bitta kurtagida hosili bor. Buni har bittasini endi qoldirib bo'lmaydi albatta. Normirovka qilinadi. Hosili bo'lmasam birinchi yilga albatta bu nagruzka ko'tara olmay qoladi. Shunga har bittasiga ko'ramiz, bittadan bosh qoldiramizmi har bitta shoxiga. O'tgan yili buni ekib katta qilib bo'lgandan keyin bir 3 metrlarga yetdi bo'yi shoxini, har bitta shoxini. Keyin joyi sal to'g'ri kelmagani uchun planlar o'zgarib, bularni biz dekabr oyida boshqa joyga o'tirg'izdik, ikkitasini. O'sha bu Ali akadan olgan Amerikanka gigantimiz. Mana bu bittasi, ikkinchisi ana nariroqda ekib qo'ydik. Bu ham xuddi shunaqa qilib obreska qilib qo'yildi, kaltaroq qilib. Xuddi shunaqa unda ham juda ser hosil. Har bitta chiqayotgan kurtagida hosili bor. Tak, mana bunda ham kichkina ekan. Mana bu yoqda mana juda ser hosil. Mana. Like va podpiskani unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.